A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon Rabbimning, yaratguvchi Parvardigorimning mo'min va mo'mina bandalari. Allohimga shukrlar bo'lsin. Har bir kunimizga, har bir onimizga, har bir daqiqamizga, yeb ichishimizga, ko'zimizni ochib yurib turganimizga, yuragimizni urib turganiga shukrda bo'laylik. Ey mo'min va mo'mina bandalar, Rabbim barcha narsani ko'rib, turib, eshitib turishadilar. Ey mo'min bandalar, mehribon Parvardigorim, qahri g'azabini keltirmanglar. Allohim mehribon va rahimdil. Allohimni har kuni xursand qilsalaring, Parvardigorim ham bizni xursand qiladilar. Mening aziz, eng muqaddas narsalarim mana shu va farzandlarim, oilam. Insonni boyligi bu farzandlari. Mashina, uy-joy, mol dunyo, mansabingiz ham bu boylik emas. Insonni boyligi farzand. Farzandlarni o'qitib, chiroyli tarbiya berib, yurtga, xalqqa halol xizmat qiladigan insonlar qilib yaratsangiz, tarbiya bersangiz, mana shu sizni eng chiroyli, bu dunyodagi eng go'zal, savobli, ibratli ishingiz bo'ladi. Alloh mehribon. Yurtboshimiz boshlari toshdan bo'lsin. Oilalari tinch bo'lsin. Yurtboshimizga rahmat aytamiz. Bizni shunchalik yurtimizda maktablar, bog'chalar, ko'chalar hamma yo'qni obod qilishyaptilar. Alloh umrlarini ziyoda qilsin, ishlariga barokat bersin. Boshlagan ishlari xayrli, bardavom bo'lsin. Yurtboshimiz judayam yaxshi inson. Ular bizni, xalqni